Dilingga o't tushsin. Hay, kelin. Saq. Bekinroq. Qo'rqmang, tepmaydi. Sog'oring. Sal mehr bilan sog'sangiz sut beradi. Naqib jahl bilan sog'maydi. Oyjon, shu hovliga kelin bo'lib tushib xizmat qilgansiz-da? Voy, nimasini aytasiz? Mana shu hovlida 10 yil qaynonamni chop xizmatini qilganman-da. Tag'in 10 ta kelin bitta hovlida yashardi. Qaynonam 15 ta tuqqan. Kommunizm. Voy, tug'ish kerak ekan deb qaynonam yiliga oqillatib tug'irganda, qaynatam ham jashoq odam bo'lganda. Ketmagan. Voy, jazahar ayoli dedi qaynonam yer borib etmasin-u. Keyin qaynonamni ko'p tuqqaniga medal berganda, bo'lkanon, kirsovun, shakar, tuz, shunaqa narsalar besplatni berilardi. Qaynonangiz bilan munosabatlaringiz yaxshimidi, Oyjon? Voy, so'ramang. Bir qarasa erkal yurdi, bir qarasa joyomon ko'rardi. Mencha yeri jigarini sug'uradigan kelin bo'lganman-da, o'zi qotmadan kelgan ozg'in bo'lsam ham mehnatkash kelin edim-da. Sizga o'xshagan bunaqa nozik emasdim-mi? Yer chopardim, sigir sog'ardim, qatuv evitardim, chak qilardim. Chakkini bilasizmi o'zi nimaligini? Chakchakmi? Voy, qanaqa chak, suzma. Oyjon, qaynonangiz ostonaga yiqilib o'lib qolganmidilar? Siz qayerdan bilasiz? O'zingiz aytgansiz-ku. Ha, o'zim aytganmanmi? Voy, bir kun oldin shunaqa dilim og'ritgan qaynonamki, ertalab tualetga chiqaman deb mana shu yerda qoqilib qon qusib o'lganda. Tavba qildim. Kelinlarning dilini og'ritib bo'lmas ekan-da, Oyjon. Ha. Meni ham dilim janozudek. Ha, dilingizga o't tushsin sizni. Ha, gapdagida nimkosa qilmay o'ling. Siz o'qiyotgan kitobni men yozganman, tushundingizmi? Sog'ing tez sigirlar. Jumbaydi.